Masjidlarni ehtirom yuzasidan Baytulloh, ya'ni Allohning uyi deyiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda masjidlarni o'z zoti oliysiga nisbat bergan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Va albatta masjidlar Allohnikidir. Bas Allohdan boshqaga duo qilmang. Jin surasi 18-oyat. Yer yuzidagi eng avval qurilgan masjid Makka-i Mukarramadagi Masjidul Haromdir. Dinimizda masjid qurish dunyodagi eng sharafli va savobli ishlardan biri hisoblanadi. An Usmana radhiyallohu anhu qol: Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallohi banallohu lahu mislahu fil jannah va fi rivayatin baytan fil jannah. Usmon roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kim Allohning roziligini tilab bir masjid qursa, Alloh jannatda unga o'shaning mislini qurib beradi deganlarini eshitganman. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Nasai rivoyat qilganlar. Boshqa rivoyatda uni mislicha jannatda bir uy bor deyilgan. Yoki bo'lmasam boshqa bir hadisi muborakda man bana lillahi baytan walau mafhasa qatatin banallohu lahu baytan fil jannah. Kim Allohning roziligi uchun bir kichik qushni boshi sig'adigan darajada bo'lsa ham masjid qursa, Alloh bunga jannatda bir uy barpo qiladi deganlar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Ahabbul biladi ilallohi masajiduha va abghadul biladi ilallohi aswaquha. Ravohu Muslimun. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi alayhissalom Allohga eng mahbub makonlar masjidlardir. Allohning eng ko'p g'azabiga uchragan makonlar bozorlardir dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Aziz muhtaram mo'min musulmonlar, birodarlar, muborak Ramazon kunida ro'za og'iz bilan bu Niyoz Botirida Muhammad Solih domla buvomi masjidini yana ham kengaytirib, sharaflab shu Alloh taoloning baytini qurayotgan azamatlar, sizlar shu mahalladanmisizlar yo bir atrofdagi ustamisizlar? Niyoz Botirlar, o'z kasbiga mohirlar. Amin. Alloh taoloning baytini qurayotgan siz azamat ukalarimni Xudo taolo o'z panohida saqlasin. Bu masjid Allohning uyi. Payg'ambar Rasulullohning yuvurgan suvi, badandan tushgan suvlarni Alloh osmonga chiqargan. Bulut bo'lib borib qayerga yoqqan bo'lsa, o'sha yerga masjid quriladi degan. Shu yerga shunday tomchilar tushgan ekan. Mana domla buvam Muhammad Solih domla bizning ustozimiz bo'ladi. Men shaxsan Ablahat qori Sharqoniy deyshadi. Domla buvam bilan yerlarda ishlaganmiz Sharqonlarda. Shu qayerga borsa masjid qurib, toratxona qurib, umrlari din Xudoning yo'lida o'tgan qahramon odamlarda ular. Alhamdulillah, mana bu o'g'illari qori akam, Shahobiddin qori boshqa ukalarim mana jam bo'lib yerga ulug' bir sajdagohni dunyoga keltiryaptilar ekan.
ateşini devam ettirerken bolasini Xudo omadini bersin. Xudoy taolo bir tezda bitib bu katta Baytulloh bir sajdagoh dunyoz botir ahlini gunohdan pok qiladigan bu jannat darvozasini qurayotgan sizlarga Xudo kuch, quvvat, g'ayrat va himmat qilganlarda Xudo himmatini ziyoda qilib bersin. Mana muborak Ramazon ertamini Qadr kechalarida akalar, ukalar baxtli odam ekansizlar. Bir zamonlar keyin kommunistlar davrida masjidlarga o't qo'ydirib buzdirgan. Mana Alloh islomni g'olib qildi. Ularni mag'lub qildi. Yana joyiga keldi. Sizlar mulla Parpivomi ko'rmagansizlar, bularni opodalik siz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shular ham juda dinparast odamlar bo'lgan, xudoparast odamlar bo'lgan. Alhamdulillah o'shalarning ta'siri shuni yoz botirlarga urib, mana shunday chiroyli dunyoga keltiryapsizlar. Xudo kuch, quvvat, g'ayrat bersin. Muhammad Solih hoji domla bomi masjidlari tezda bitsin. Allohu akbar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Rahmat. Tashakkurlar bo'lsin. Sizlar ya. Barakalloh. Ofarindan Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير